Yuqoridan to'p boshirildi, havoda kurash, himoyachilar qaytardi, hujum davom etdi, endi uzoqlashtirdi, yana bir zarba. To'p qo'lga tegdi deb hisoblashyapti. Mana shu joyda qaytarganda zarba berildi. Xo'p, bu kadr ochib bermadi. Andijon jamoasi Bunyodkor darvozasi tomon penalti tepadi. Andijon uchun juda muhim o'yin bu. Zarba yo'llandi, gol! Hisob ochildi. Andijon 0-1 hisobida tanaffusga chiqib ketish ehtimoli katta. Chunki menimcha jamoalarni hozirni o'zida mana boshqa qaytamiz. Va ungacha mana bu penaltini albatta ko'rib olamiz. Aniq bajardi. Darvozabonni chalg'itib, markazga tepib, ishonch bilan bajardi Azimiddinov penalti. Tanaffus